Assalomu alaykum, uychizmalari va qurilish maslahatlari guruhining obunachilari. Navbatdagi proyektimiz tayyor bo'ldi. Bu proyektimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon tumaniga tayyorlab berdik. Fasad va loyiha chizmalari. Xo'p, loyiha chizmasida tanishtirish boshlayman. Loyiha chizmasi umumiy jami yer maydoni 14,5 metrga 30,5 metr bo'lgan ikki qavatli turar joy binosi. Loyiha chizmasi bilasizlar, fundamentdan tormagacha barcha qurilish materiallari hisob-kitobi, etap qilinadigan ishlar loyihamizda kiritib o'tiladi. Ko'rishingiz mumkin. Eshik deraza razmerlari, fundament chizmalari va hisob-kitoblari loyihamizda kiritib o'tiladi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, loyiha chizmasi, fasad chizmasini tanishtiramiz. Xo'p. Ko'cha tomon ko'rinishi zamonaviy, o'zgacha, chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday uy proyekti kerak bo'lsa yoki arxitektura xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Inshaalloh buyurtma qilgan uy proyektlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz.